Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Assalomu alaykum hurmatli Biyagumiz Deno Chyanchi kanalining obunachilari. Mana bugun 31-mart 25-yilning hayit kunlari. Kecha hayit bo'ldi, bugun ham ertaga ham 3 kun hayit bo'ladi. Xo'sh, bugun qulpinay to'g'risida, Aziya qulpinay to'g'risida kichkinagina obzor qilamiz. Biz bu ko'chatni o'tgan yili Rossiyadan olib keldirgandik 100 dona. O'tgan yili deyarli biz hosil yemadik. Aprel oyida ekkandik, 10-aprelda. Mana bundan ko'chat oldik tagin. Onasi qarovsiz holatda qolgan edi. Yaxshi hosil bermayapti deb, lekin tavakkal qilib ko'chat olib ekkandik. Rezultat juda yaxshi chiqdi. Xo'sh, mana bundan hosildorligi juda baland bo'lar ekan. Xo'sh, bu hammasi hosilga kirsa agar yarim kilo 1 kilodan hosil berish ehtimoli bor. Hosillarning birinchi hosillari bu. Ikkinchi, uchinchi yana gullayapti. Gul berishlari yaxshi, aktiv ekan. Qishda mana sovuqqa ta'sir qilib ertachi gullagandi bular. Mana bular sog'ilgan. Biz buni yulib tashlaymiz. Bizga qolgani ham yetadi. Palak toza. Ammo yirik bo'lib o'sar ekan, baland bo'lib. Ochiq dalada ekilgan bular. Xo'sh, mana shu yerda 100 ta ko'chat ekilgandi. Gullari juda bir yirik, katta gullar ekan. Guli bu hosildorlikdan nishona beryapti. Ona ikkita barmoqchangizdan guli katta. Demak, bu har bir donasi 70 gram, 80 gram, balki 60 gram hosil chiqqanda ham buni bilamiz. Endi bundan olgan ko'chatlarimizni hozir ko'rsatamiz bolachalarini. Mana bu yerda 600 ta bolacha olganmiz. Bolachalari ham aktiv, yomon emas, yaxshi. Buni palaklari baquvvat bo'lar ekan. Xo'sh, mana palaklar, barglar, strilalar baquvvat. Gullashlari mana changlanyapti. Ochiq dalada. Bir oygina agrovolokna bilan yopdik buni. Foydasi bo'ladimi, yo'qmi? Mana bularda ham hosili oldi tuyib boshlagan. Yaxshi aktiv fazada ketyapti. Mana Aziya sorti Surxondaryo oblasti Deno rayonida natijalarini tanishtirib boramiz. Gullashlari aktiv. Bundan endi yana ko'chat ko'paytirib xalqimizga tarqatish niyatimiz ham bor. Mana bu yerda Qora Shahzoda, Gigantel, Alba, Kler degan sortlari ham bor. Ularni bunga nisbatan palaklarning jussasi maydaroq bo'lar ekan. Mana bunda ko'rinib turibdi. Chorniy Prins, mana Gigantel degani. Mana bu Alba sortlari ham yaxshi. Kleri aktiv ketyapti hozir. Yaxshi. Natijasini tanishtirib boramiz, ko'ramiz. Fikr va mulohazalaring bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirishlaring mumkin. Biz mushtoqmiz fikrlaringni bilishga. Yanagi videolarda ko'rishgungacha sog' bo'ling. Videorolikda salomat bo'linglar.